Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz Andijon tumani Oqyorga yetib keldik. Mana shu 4 ta derazamiz bor ekan. Mana shu 4 ta derazamizga dika jaluzilarni qo'yib beramiz. Bu derazamizni ham kranshtaynlarni qatirib oldik va hozir bu karnizlarni o'rnatishni boshlaymiz. Karnizlarimiz ham alyumin. Uka, mana dog'lar artib tozalab qo'ymayapsizmi? Yo'q, bu aka zashniy salafani, bu aka karnizni mashinani netmaslik uchun qo'yilgan aka bu narsa. Mana aka chiqarib olsa, o'ta go'zal holatda bo'ladi. Bilasiz aka, bizda teppanasi ishlatilmaydi. Bo'ldi uka, sifatli bo'lsa bo'ldi. Kelin izolat bo'lib qolmaydi uka. Mana aka ko'ring, o'ta go'zal holatda. Bu karniz alyumin.